Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan navbatdagi Zobur 1105 mini traktorimiz sotildi. Bunimizni ham o'sha jatga o'rimga moslab berganmiz. Oldilariga insholarni qo'yib, 120 lik universal jatkalarni qo'yildi. Hozir laboga sig'maganning hisobiga bularni yechib, tayyor holatda bolt kiyiklarni qotirib olinsa bo'ldi. Mana jatkalarni parallelni tiqib Hop, shu holatda tayyor bo'ldi. Bu yangicha partiya 2025-yilda kirib kelgan Zobur 1105 mini traktorimiz bo'ladi. Bunimizda afzallik taraflari aytib o'tganimizdek dinamlari qo'yilgan, 70 lik katta akkumulyatorlarida, oldilarida pоворотник signallarigacha bo'ladi akalar. Insholarni ham ko'rishlar mumkin. Bemalol ko'tarib tushiraveradi. Katta insholardan qo'yilgan. Bir vaqtda o'zida o'tgan safargi videolarda ham aytganmiz, bir vaqtda o'zida ham frezani ham jatkani ishlataveradi, razmer bo'laveradi, ko'rishlar mumkin. Palovoz o'qlari ham katta palovoz o'qlardan qo'yilgan hamda korobkalari ham katta. Boshqa Zobur 1105 mini traktorlari bilan bemalol solishtirib tekshirib olsalaring bo'laveradi. Frezalarni ko'rishlar mumkin. Frezalari ham katta frezalardan qo'yilgan. Qolgan frezalardan o'tgan yilgi olib kelgan frezalarimizdan ancha ham katta qilib ishlangan akalar. Xo'p, frezani qo'shib ajratishlari, xo'p, insholarni ishlatadigan vertonka yog'lari qo'yilgan insho boklari, sidinasi ham siljaveradi, razmer bo'laveradi. Bitta siljib, razmer bo'laveradi. Bitta ikkita skorsli bo'ladi bu ham. Xo'p, bularda kulishlari, bolt kiyikalari bo'ladi akalar. Remel orqali jatkamiz harakat oladi. Zobur traktorimiz ham remel orqali harakat qiladi. Rollariga keladigan bo'lsak, rollar ancha yumshoq mexanika bo'ladi, lekin ancha yumshoq. Skorslariga keladigan bo'lsak, 8 ta skorsli toshbaqa quyon skorslari bo'ladi hamda korobkani o'zini blokirovka, rollarni blokirovka qiladigan recheylar ham qo'shilgan akalar. Moy datchik, suv datchik, akkumulyator datchiklari ham mini traktorimizda joylangan bo'ladi akalar. Kimga shunaqa Zobur mini traktorlarimiz kerak bo'lsa, Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilaverasizlar. Qolgan turdagi texnikalarimizdan ham, motobloklarimizdan ham hamma turidan mavjud. Optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Kimga narx-navolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali bemalol telefon qilishlari mumkin.